odam niyat qilayotganda o'ylab niyat qilish kerak ekanda, aytadigan gapni har birini o'ylab gapirish kerak ekan haqiqatdan ham. Men har doim Allohdan so'raganimda, ey Xudo, butun dunyoning ne'matlaridan, sen yaratgan ne'matlardan terib, yeb, o'zimni rizqimni hamma joyga soch, shu rizqimni yeb yuray derdimda. Rizqimni borib o'sha davlatda yey deb so'ramagan ekanman-da. Faqat o'sha rizqimni hamma joyga soch, o'sha rizqim terib yeb yuray degan ekanman. Hozir mana isbotini ko'rsataman. Rizqimni terib yeb yuraman degandim. O'rik, Surxondaryoning o'rigi dedi. Shaftoli, Xitoyniki dedi. Nok, Vyetnamdan keladi bizga dedi. Nok katta nok. Keyin olmalar, o'zimizniki Surxondaryoniki dedi. Mesnilar. Keyin ichida xurmosi bor, shokoladga o'ralgan qulupnayli Misrniki. Bu samolyotda beriladigan sariyog', bu ham kelib qoldi. Bundan 3-4 ta edi, yeb qo'ydik. Bu ham Misrning xurmosi. Bu ham keldi, rizqimiz ekan. Qovun Vyetnamdan kelgan dedi. Yeb ko'ramiz qanaqaligini. Keyin Ko'k Sulton Surxondaryoniki dedi shekilli. Aytmoqchi bo'lgan gapim rizq hamma davlatda yetishtirilishi, pishirilishi, tayyorlanishi. Alloh yaratadi, tayyorlanadi, tayyor bo'lib Toshkentga kelyapti. O'shini o'zim borib yeb kelsam bo'lmaydimi? Shunaqa so'rasam bo'lmaydimi? O'zim borib o'sha davlatlardan terib yeb kelay deb so'ramagan ekanman-da. Faqat butun davlatlardan, butun jahondan rizqimni sochib qo'y, terib yeb yuray degan ekanman. Mana supermarketdan terib yeb yuribman. Odamlarni tanishlarim borib kelganlar kelayotganda terib Dildorani rizqlari bor ekan deb olib kelyapti. O'shaning uchun aytayotganda niyatni Allohdan so'rayotganda to'g'ri qilish kerak ekan. To'g'ri, hech qanday qo'shimchalarsiz, kam ko'zsiz hamma narsani so'raganda o'sha rangigacha, hidigacha, o'sha muhitgacha hammasini aytib so'rash kerak ekan. O'shanda tezroq amalga oshar ekan. Bo'lmasa rizqingiz mana bunaqa bo'lib, terilib, yeb kelaverar ekansiz. Shunaqa kechqurun kelib qolgan insight bilarim.